Assalomu alaykum. O'zi bitta narsani korotga kaltaroq qilib tushuntirib bermoqchiman. Ko'p kishi menga yozyapti, amperni ko'paytirsak, mana bu miya kontrolleri kuymaydimi deyapti-da. Mana miyaga qaranglar-da. Necha yozilgan mana. Yaqinroq qilib ko'rsataman mana. 48 voltdan 60 voltgacha ishlaydi deyapti, ko'ryapsizmi? To'ys bu miya 60 voltgacha ko'tarib oladi. 60 volt berilsa bunga bemalol ishlaydi degani. Endi amperni men tushuntirib bermoqchiman. Mana bu 20 amper. Tak, mana bu 15 amper. Ketdik bu yoqqa. Mana bunaqa katta akkumulyatorlar bu. Katta, men buni bittasini ba'zi zo'r ko'taraman. Buni amperini ko'ramiz o'zi. Necha amper deb yozyapti? Qarang. O'zi bak tak. 12 volt 58 amper. Mana bu 58 amper mana. Bitta mana shu kuvaldacha 58 amper. 1 2 3 4. 4tasi 12 dan qo'shinglar necha bo'ladi? 48. Yana ana shundan 58 amperdan yana bitta qo'ysangiz 60 volt bo'ladi. Tak. Mana bu yerda 20 amper. Mana 20 amper. 20 amperni bir qildik mana. 5 da 1 2 3 4 5. 20 amperni bir qildik. 60 bo'ldi. 12. Mana bu hammasi akkumulyatorlar 12 voltdan-ku. 12 ni qo'shsak 5tasini 60 volt bo'ladi. Mana bu yerda buni ko'rsatdim bo'yni 15 amper edi. Mana 15 amper. Mana bu yerda 15 amper. Bu yerda 20 amper. Bu yerda 58 amper mana bunda. Agar mana shundan 5 ta terilsa agar 5 ta 60 amper 60 volt 58 amper bo'ladi. Endi mana bundan 5 ta tersa 20 amper 60 volt. Bu 15 amper 60 volt. Mana bu yerni bo'sh qoldirdim. Mana bu terilmagan hali. Mana shuni agar mana bu yerga tersak agar 15 ga 15 ni qo'shsak necha bo'ladi? 30 amper bo'ladi, lekin volti 60 volt qolaveradi. Mana bu kontroller deyaptiki 60 voltgacha ishlayman deyapti. Demak, amperni qancha ko'paytirsak ham volt bir xil bo'ladi. Kontrollerni kuydirmaydi. Bunaqa savollar bermanglar. Men uje 100 kishiga javob berdim. Yana savol yozyapti. Bu mana shu videoni men ko'p qilganman. Amper voltni tushuntirib, videolarim ko'p Instagramda. Baribir savol beradi. Hozir ham mana shu videoni yana to'liqroq qildim. Bu videodan keyin ham baribir savol beradi odamlar. Amperni ko'paytirsak miya kuymaydimi deb beradi baribir. Lekin baribir ko'rayotganman, menga podpисчик bo'lganlar, istoriyani ko'rayotganlar amper bilan voltni farqiga yetish uchun mana shu videoni qilyapman.